Yevropeys bo'lsa mini, bo'lmasa yevropeyskismasini minmenda ham degan. Albatta hazil, lekin yevropeyskiy bo'li sustainalari toza, o'ta zo'r kelgani uchun yevropeyskiyni yaxshi ko'radi xalqimiz. Honda Jazz legendarniy kuzovlardan $9700 2008 1.4 объемda avtomat korobkasida. Hamma mashinani bitta yer vazifasi bor. Buni ham, narigilarni ham. Lekin tozalarini olib minadigan aka-ukalarimiz uchun bu. Yevropeyskiy akam $9700 kelishib olasiz bugun 16-yanvar. Oldi elektropaket, chexollar solingan, Android monitor, 5 klimat kontrollik, multi rulli, pistok rul, avtomat korobkalarda Jazzda olib minib qo'yadigan momentidasiz. Jazzda suyasiz bilaman. Ama haqiqatdan Jazz hali ham trendda, hali ham narx tashamaydi bu mashinalarda. Chunki juda ham proshniy, ekonomishniy, ristalniy stoplarda, kepkalarda bosoradigan joyi keldi. Olib minib haydab qo'ying hojiga. 9700 yevropeyskiy и probeglarini 160 ming родной dedi. Shunisiga katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bosoramiz.